Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi qafaslarimiz tayyor bo'lgan. Zakazga tayyorladik. Ichida xo'p, sotiladiganlar ham bor. Ko'rsatib o'tamiz. Qafasimiz tovuqlar uchun mana. Zakazga tayyorladik. Uzunligi 2 metr. Yonida tuxumlash xonasi bor. 240 bo'ladi o'pishi. Eniga 1.10. Tuxumlash xonalari mana ikkiga ajratilgan. Tagi poddomli, oyoqlarida balonlari bor. Don idishlari ham splashni uzun holatda bo'lgan. Eshiklari o'ng tomonga qo'yildi. Ranglarni esa salati bilan ajratganmiz. Juda ham chiroyli holatda zakazga tayyorladik bu qafasimizni. Toshkent viloyatiga 2 million so'mga tayyorlab berdim. Mana bu yerda katta ishqibozlar uchun mana mokri ko'rinishga ega bo'lgan. Ichida 30 dona uyalari mavjud va parlash xonalari bor. Qolaversa mana tashqi qo'lloqlari ham mana olib qo'yiladi. Qafasimizni zakazga tayyorladik. Buni ham egalariga yetkazib beramiz. Bu qafasimizni 4 million so'mga tayyorlab berdik. Ranglari mokri holatda, sitkalari qalin mana. Tagida dinni sitra kattalar uchun eshikchalar mavjud. Sitkalari qalin, ranglari mokri, tomlari esa ajrab chiqqan. Matvi mokri qalinchilik istirib yopganmiz. Yo'llari MDF 1.8 temir ugonliklardan tayyorlaganmiz. Mana bu qafasimiz ham tovuqlardiki, uzunligi 2,5 metr o'pishi. Bu tomonida mana tuxumni yumalab keladigan qilib berdik akamizga. Mana bu yerga tovuq tug'adi. Tuxumni uklon hisobida pastga yumalaydi va setka tomonga o'tadi. Bu yerdan tuxumini olib foydalanish mumkin. Qafasimizni 1 metr joyi addenni spalniy xonasi, ichida 2 qator qo'nog'i bor. Bu zimli qishda sovqatmay kechqurun ichkariga kirib oladi. Mana bu yerda ovqatlanib kirib ketishadi. Don idishlari ham chiroyli holatda chiqdi qafasimiz. Eshiklariga mana bitta baho berib turasizlar. Arka shaklida qilib berdik. Mana xo'rofchalarni o'rnatib, yon tomoniga eshigini olganmiz. Kengroq bo'lish maqsadida. Mana bu qafasimiz esa mana tovuqlar uchun shu qafasimizni bir ko'rinishi 3 metrligi bu. Buni mana shu qafasimizni sotuvga qo'ydik. Uzunligi 3 metr, eniga 1.10, balandligi 1.60 cm ga ajratilgan. Don idishi. Eshiklar mana yonida, chap tomonida. Bu qafasimizni narxiga keladigan bo'lsak 3,5 million so'mga vodiy ichiga yetkazib beramiz. Namangan ichiga qolgan joylarimiz pulli. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.